Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh azza va jalla bu darslarimizni foydali qilsin, manfaatli qilsin hamda bu ilmga amal qilishga Alloh taolo tavfiq bergan bo'lsin. Alloh taolo osmondami degan mavzu. Biz ahli sunna val jamoa e'tiqodidagi, Maturidi Ash'ari aqidasidagi ulamolarning Alloh azza va jallaga nisbatan bo'lgan e'tiqodimiz shiori istag'firullah laysa kamithlihi shay'un. Alloh taologa o'xshash biror narsa yo'q. Alloh hech narsaga o'xshamaydi va hech narsa Allohga o'xshamaydi. Shu vajhdan aytilinadi: "Val ajzu an darkil idroki idrokun val bahsu an sirri zati robbi ishrokun." Allohning zotini idrok qilishlikdan ojizlik, Allohning zotini idrok qilishlikdir. Robbning zoti siri haqida bahs qilishlik shirk keltirishlikdir. Allohning zotini qandayligini idrok qila olmaslik, Allohning zotini idrok qilishlikdir. Ya'ni Allohning zotini haqiqatini men aqlim olmas ekan dedingizmi? Demak siz Allohni tanibsiz. Tushundinglarmi? Allohning zoti qanday ekanligini, Alloh taoloning zotini haqiqati qanaqa ekanligini meni aqlim olmaydi ekan dedingiz, Allohni tanibsiz. Allohning zotini siri haqida bahs qilishlik birodarlar shirk keltirishlik. Masalan, biz bir narsani zotini, aslini bilsak, uning fe'lini, uni sifatini bilamiz. Ya'ni odam keldi. Odamning haqiqatini bilamiz, nimaligini, kelishligini tasavvur qila olamiz. Samolyot keldi deymiz. Samolyotning kelishi qanday bo'lishini bilamiz, chunki samolyotning o'zini zotini bilamiz-da. Endi qiyomat kunida va jaa robbuka, qiyomatga, mahshargohga Robbing keladi deganda Allohning zotini bilmaganligimiz uchun qandayligini, zotining haqiqatini tushunmaganligimiz uchun, aqlimiz yetmaganligi uchun qiyomatga kelishiga qanday bo'lishini ham bila olmaymiz. Biz aytamiz, Alloh taolo o'ziga loyiq bo'lgan holda keladi deyapti, jaa bo'ldi, shu bilan to'xtaymiz. Demak, tushunali bo'ldi. Allohning zotini qanday ekanligini idrok qilishlik meni aqlim olmas ekan buni degan banda, demak Allohni tanigan bo'ladi. Mana laysa kamithlihi shay'un va huwas samiul basir. U zotga o'xshash hech narsa yo'qdir. U zot o'ta eshituvchi va o'ta ko'ruvchi zotdir. Ha, Alloh ko'rar ekan, eshitar ekan u desa, Imom Azam Fiqhul Akbarda Alloh taolo ko'radi, lekin ko'rishi bizni ko'rishimizdek emas. Alloh eshitadi, lekin eshitishi biznikidek emas deb darrov aytib qo'yishlik kerak. Siz Alloh taoloni zotini qanday deb tasavvur qilmang, Alloh uning xilofida. Modomiki siz Allohning zotini qanaqa ekanligini tasavvuringizga sig'dira olmas ekansizmi? Demak, siz mahluqlarning ustida tushuna oladigan narsalarni Allohning ustida tushunishligingiz mumkin emas. Darsimizning birinchi qismi Alloh taoloning Qur'ondagi shunday oyatlari haqida gaplashamiz. Zohiri Alloh taoloni osmonda yoki makonda deb o'yga olib boradigan oyatlar. Oyatni o'qidingiz, tarjimasini o'qidingiz, bir eshitganingizda, ha, Alloh osmonda ekanda degan xayol keldi. Tushundinglar-a? Zohiri degani bir o'qiganingizda siz tushunadigan ma'nosi. Birinchi kallangizga keladigan ma'nosi shu. Shu oyatlardan ko'p bunaqa oyatlar. Biz 5 tadir, 4 tadir, 6 tadir o'tamiz. Uni eshitganingizda, demak Alloh osmonda ekan degan xayol keladi kalingizga. Birinchi oyat. Ar-Rahman alal arshi istava. Rahmon bo'lgan zot arshga istivo qildi. Toha surasi 5-oyat. Demak, buni eshitgan paytingizda arsh yuqorida, arsh osmonda istivo qildi. Demak, arshga istivo qilgan bo'lsa, Alloh taolo osmonda ekan degan narsa kallaga keldi. Bir eshitganingizda shuni tushunasiz. Keyingi oyat. Astagfirullah. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Mana shu oyat Allohning osmonda ekanligiga dalil deb keltiriladigan, ko'p keltiriladigan oyat. Mazmuni osmondagi zot sizlarni yerga yuttirib yuborishidan omonda bo'ldingizmi? U yer esa iztirobda harakatlanib turadi. Aamintum man fis sama, osmondagi zot.
Zohirdan qarasangiz, haqiqatan osmondagi deyapti. Alloh Qur'onda aytayapti, osmondagi zot deyapti. Bir eshitganimizda osmonda ekan degan hayol keldi. Tushunarlimi? Keyingi oyat. Va huval qohiru fawqa ibadihi. U Alloh bandalarining ustida o'zining hukmini ustigizuvchi g'olibdir. U bandalari ustidan g'olibdir. Qayerdan? Demak, ust deganda qayerda tushunamiz? Osmon tomonda. Keyingi oyat. Anom surasi ekan. Estağfirullah. İlayhi yas'adul kalimut tayyibu val amalus solihu yarfa'u. Mazmuni: unga xush kalomlar yuksalur. Yuksalish qayerga bo'ladi? Osmonga. Va solih amal ko'tarar uni. Eshitdik, demak, Allohning huzuriga ko'tarilsa, demak, Alloh qanday ekan? Fotir surasi 10-oyat. Keyingi oyat. Estağfirullah. Bal rafa'ahu Allohu ilayh. Bal rafa'ahu Allohu ilayh agar idg'om qilib aytadigan bo'lsak. Balki uni Alloh o'ziga ko'tardi. Iso alayhissalomni. Va ma qataluhu va ma salabuhu valakin shubbiha lahum oyati bor. Ular nasroniylar aytgandek Alloh Isoni o'ldirishmadi ham, xochga ilishmadi ham, balki ularga shunday tuyuldi. Bal rafa'ahu Allohu ilayh. Balki Alloh uni Isoni o'ziga ko'tardi. Ko'tarilishi haqqa bo'ladi? Demak, Alloh osmonda ekanligiga nechta oyat dalil bo'lyapti nazarimizda? Mana siz bilan bizga zohiridan Alloh taoloni osmonda ekanligini kallamizga vahmini olib keladigan oyatlarni mana bir qator tizib qo'yamiz. Ar-Rahman alal arshi istava. U Rahmon arshga istivo qildi. Birinchi oyat. A-amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Ikkinchi oyat. Osmondagi zot sizlarni yerga yuttirib yuborishdan omonda bo'ldingizmi? U yer esa istirobda harakatlanib turadi. Va huval qohiru fawqa ibadihi. U Alloh bandalari ustidan g'olibdir. Ilayhi yas'adul kalimut tayyibu val amalus solihu yarfa'u. Unga xush kalomlar yuksalur va solih amal ko'tarur uni. Barrafahu Alloh ilayh. Balki uni Alloh o'ziga ko'tardi. Mana shu 1, 2, 3, 4, 5 ta oyatni keltirdikki, bu oyatlarning zohiriga qarasangiz, tarjimasiga qarasangiz, Alloh osmonda ekanligiga dalilga o'xshayapti. Zohiri Alloh taolo osmonda ham, boshqa joyda ham degan o'yga olib boradigan oyatlar. Endi buni muqobilidagi oyatlar. Estağfirullah. Va huvallohu fis samawati va fil ard. U osmonlarda ham, yerda ham Allohdir. Osmonda ham, yerda ham. Demak, yerda ham degan ma'no chiqdi. Keyingi oyat. Estağfirullah. Va huvallazi fis samai ilahun va fil ardi ilahun. U zot osmonda ham ilohdir, yerda ham ilohdir. Yerda ham. Oyat yerda ham. Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Va biz unga, insonga jon tomirdan ham yaqinmiz. Biz qayerdamiz? Yerdamiz. Jon tomirimizdan ham yaqin ekan. Qayerdamiz biz? Demak, yerda ekanda Alloh. Va nahnu aqrabu ilayhi minkum valakin la tubsirun. Ana shu jon taslim qilayotgan odam haqida Alloh taolo aytayapti. Biz esa sizdan ko'ra unga yaqinmiz, ammo sizlar ko'rmaysizlar. Joni halqumiga kelgan odamga sizlardan ko'ra men yaqinroqman deyapti Alloh. Ya'ni bu oyatni o'qisangiz Alloh taolo yerda ekanga ham o'xshayapti. Keyingi oyat. Va huwa ma'akum aynama kuntum. U Alloh qayerda bo'lsangiz ham siz bilan birgadir. Keyingi oyat. Astagfirullah. Valillahil mashriqu val maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhulloh. Mashriqu mag'rib Allohnikidir. Qayoqqa qarasangiz Allohning yuzi bor. Qibla o'zgarishligi haqida oyat tushadi Masjidul Qiblatayn. Ana shu qibla Baytul Maqdisga qaraganida, shimolga, Madinaning shimolida bo'lgan Baytul Maqdisga qaraganida musulmonlar shu yerga namoz o'qishgan. Bir qancha oy. 17-18 oy. Shunda Alloh taolo qiblani Makkaga, Ka'batullohga qarashligini haqida oyat tushirganida
Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha deydi. Ha bu insonlarning ahmoqlari, esik paslari, ha nima bu qiblasini o'zgartirib yubordi bular? Nima o'zgartirdi qiblasini deydi. Shunda Alloh aytdi: Mag'rib ham, mashriq ham Allohniki. Qayoqqa qarasangiz ham Allohning yuzi bor. Mana zohiridan Alloh taoloni nafaqat osmonda, balki boshqa joylarda ham ekanligini bizga ma'nosini beradigan oyatlar. U osmonlarda ham, yerda ham Alloh. U zot osmonda ham ilohdir, yerda ham ilohdir. Va biz unga jon tomiridan ham yaqinmiz. Biz esa sizdan ko'ra unga yaqinmiz, ammo sizlar ko'rmaysizlar. U qayerda bo'lsangiz ham siz bilan birgadir. Hamda mashriq ham, mag'rib ham Allohniki. Qayoqqa qarasangiz Allohning yuzi bor. Birinchi o'qigan 5 ta 6 ta oyatimizda zohiridagi xulosasi, tarjimasidagi xulosasi osmonda ekan degan xayolga keldik. Biz faqat shu oyatlarni eshitdik, Allohning osmonda deb mahkam turib oldik. Endi buni muqobilada bu oyatlar ham bor. Buni haqqa tashlaymiz. Sizlar amintum man fis sama oyatini nima qilasizlar deyapti. Ha xo'p, sizlar mana nima qilasizlar bunda? Mana shu insof nazarimda ikkala tomonda dalilni keltiryapmiz. Allohni bir eshitganingizda osmonda deb sizga tushuncha berayotgan oyatlarni keltirdik va Allohni nafaqat osmonda, balki boshqa joylarda ham ekanligini bir eshitganingizda kallangizga tushib vahmini kelib beradigan oyatlarni ham gapirdik. Endi Alloh osmonda deyayotgan oyat bilan Alloh yerda deyayotgan oyatlar keldik. Osmondagi zotdan omonda bo'ldingizmi? Endi yerda deyotganga madalolat qilayotgan oyat va biz unga jon tomiridan ham yaqinmiz. Osmonda, yerda. Ilayhi yasadul kalimut toyibu. Unga xush kalomlar yuksaladi, solih amal ko'tarar uni osmonda. U albatta men Robbimga borguchiman, u meni hidoyat qilur. Ibrohim alayhisalom va qala inni zahibun ila robbi sayahdin. Ibrohim alayhisalom Palestinaga ketdi shu gapidan keyin. Aytdiki, albatta men Robbimga borguchidirman. Alloh qayerda ekan? Oyatni zohiriga qarasangiz, Robbisi Falastinda ekan, o'shani oldiga borar ekan. Bitta eshitganingizda shu narsa kelibdimi kallaga? Va huval qohiru fawqa ibadihi. U bandalari ustidan g'olibdir. Va inna fawqahum qohirun. Mana ustidan deyapti. Demak, Alloh bandalarning ustidan bo'lsa osmonda deb o'ylayapmiz. Endi Fir'avn Banu Isroilni xorlagan Fir'avn aytayapti va albatta biz ular ustidan qahr o'tkazuvchimiz. Ustidan qahrimizni o'tkazamiz. Agar Alloh taoloni ustida degan gapni purima olsak, demak har bitta Banu Isroilning ustida bittadan Misrlik o'tiruvdi. Ustidan deganda sizlar osmonda tushunmaylar, chunki hukmimiz ustida degani bu yerda. Shuning uchun Alloh taolo bandalarning ustidan g'olibdir deganda, hukmi g'olib bandalarning ustidan. Barrafahullohi ilayh. Balki uni Alloh o'ziga ko'tardi. Teva taraf shuni deyapti. Alam taro ila robbika kayfa madda dhilla. Mana shu yerda jinin nozik. Robbingizga qaramadingizmi? Soyani qanday yoyib qo'yganini. Robbimizga qara olamizmi? Qara olamizmi? Qara olmaymiz ko'rilmaganligi uchun. Shuning uchun Robbingga qaramadingmi degani, qilgan ishiga qaramadingmi degan ma'no bu yerda. Agar primoy tushunsalar, Robbingga qaramadingmi deyapti. Kim qara oladi? Musa alayhisalom ko'ra olmagan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Sidratul Muntahoda uyog'iga o'tib ko'ra olmagan. Shu yerda qaramadingmi deganda Robbingga qaramadingmi deyapti. O'zi aslida qilgan ishiga soyani qanday cho'zib qo'yganligini qaramadingmi deyapti. Xulosa oyatning zohiridan, oyatning tarjimasini o'qib turib, xulosa chiqarishga haqqimiz yo'q. Chunki amintum man fis sama, osmondagi zot degan so'z bilan Alloh osmonda ekan desangiz, mana yerda 7 ta oyatni keltirdik. Alloh taolo nafaqat osmonda, boshqa yerlarda ham ekanligiga dalolat qilyapti bu oyatlar.